10. Kartoşka qancha so'm? Kartoşka 30. 30 so'm. Piyazchi? Al 100 so'mga 6 kilo. 100 so'mga 6 kilogram. Saviz qancha? Saviz 100 so'mga 4 kilo qoldi. 25 so'm qoldi bugun. Qancha kiloda? Savizlar shunday. 100 so'm. Turpning bazı 30 so'm deymi? 20 so'm. 25. Shalg'amchi? Shalg'am 25. Kapustachi? Kilogram 25 so'm. Kartoshka qanchadan? Kartoshka 30'dan. 30 so'm deydi. Bu rediska qancha ekan? Rediska 40 so'm. Bir baylami 40 so'm, ha? Anar? Anar 100. Anar 100 so'm, 120. Agurt badrang? 120. 120. Pomidorchi? 80. Kurotlar mı yok mu? Var hele sağlıklı köp gerek var. Yok. Aha. Bu emas perets. 300 so'mdan kilogram. Ismonoqchi, ismonoq. Ismonoq 70 so'm deydi. Bu Teplitsaniki va O'zbekiston bo'zi. Limon emi? Mandarin. 100 so'm, ha? Rahmat, sodangiz bo'lsin. Turp qancha? Turp qizilcha. 20 dan ele. Qizil savizchi? Qizil saviz tele 20. Sarı tele 20. Piyaz qancha dedingiz? 15 tele berem piyaz. Keler. Piyazingiz sema olib qolibdi-da biraz, ha? Azır işlettikde bula 50 so'm qo'shani badin berdi sana. Qani. Okey. Bir qap kartoshka qancha so'm bo'ladi? Bir qap kartoshkani qo'yib so'ra qolamiz. 900 so'm. 900 so'mga shayim bo'ladi, ha? Aha, rahmat. Qurg'oq mo'mi yemişler, qaq. 150 so'm o'rikning qag'i. Bu adam 350 so'm deydi. Miste 750 so'm. 700 so'm deydi. Mandarin 90 so'm. Ukrop qancha dedingiz? 15 so'm. Hecham o yarım litrlik tomatlar qancha so'm? Lazava bu. Mo'lar qancha? 1 litr tomat 100 so'm. Chesnok necha chesnok? Mesneler 300 so'm bo'ladi zaten. O'zbekiston, İran, Xitoylar 200 so'm. Mesli chesnok 300 so'm, sirtdan kelgan chesnoklar 200 so'm deydi.